Bugun Samarqandda buyuk alloma Imom Abu Mansur Moturidiy tavalludining 1155 yilligiga bag'ishlab Moturudiylik, bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat ta'limoti mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman o'z ishini boshladi. Mazkur xalqaro tadbirda O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida ayni kunda ilmiy izlanishlar olib borayotgan olimlar, islom arab mamlakatlaridan kelgan din va davlat arboblari, xorijiy ekspertlar va tarixchilar ishtirok etmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Samarqanddagi Imom Buxoriy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi xodimlari uzoq yillik davom etgan tarjima ishlarini yakunlashdi. Ular Moturudiyning Ta'vilot al-Qur'on asarini ilk bor o'zbekchaga tarjima qilishdi. Qo'limizdagi Ta'vilot al-Qur'on kitobi tafsirning har ikki yo'nalish, ya'ni at-tafsir bil ma'sur, ya'ni naqliy tafsir, at-tafsir bil ra'i, ijtihod yo'li bilan qilingan tafsir yo'nalishini o'z ichida qamrab olgani bilan farqlanib, ajralib turadi. Ushbu asar buyuk ajdodimiz, Moturidiylik ta'limoti asoschisi Imom Abu Mansur Moturidiyning Qur'oni Karim tafsiriga bag'ishlangan islom tarixida ilk asarlardan hisoblanadi. Undan ortiq ilmiy xodimlarning 3 yildan ortiq mehnati bilan kitobning o'zbekcha nusxasi yaratildi, deydi markaz ilmiy xodimi. Bu tafsir, bu kitob ahli sunna val jamoa aqidasi, mazhabi, Hanafiylik fiqhiy mazhabining eng birlamchi dasturul amallaridan deb ayta olamiz. Chunki bunda ahli sunna val jamoa aqidasi, Moturidiylik yo'nalishining deyarli barcha qarashlari qamrab olingan. Alloma tug'ilib o'sgan Azimkentda uning ta'limoti o'rganilmoqda. Shu sababli dunyo Moturidiyshinoslari Samarqandda jam bo'lishdi. Moturidiyning 1150 Prezident maslahatchisi Ruslan Davletov davlatimiz rahbarining xalqaro konferensiya ishtirokchilariga yo'llagan tabrik so'zini o'qib eshittirdi. Fursatdan foydalanib o'z hayotini ana shunday ezgu ishga bag'ishlab kelayotgan siz azizlarga Imom Moturidiy va O'zbekiston zamiridan yetib chiqqan boshqa ulug' allomalarimizning boy ilmiy diniy merosini o'rganish yo'lidagi mashaqqatli mehnatingiz, izlanish va tadqiqotlaringiz uchun samimiy minnatdorlik bildirib, barchangizga sihat salomatlik, kelgusi faoliyatingizda yangi yutuqlar, konferensiya ishiga esa muvaffaqiyat tilayman. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Anjumanda Imom Moturidiyning ilmiy merosi, Moturidiylik ta'limotining mohiyati muhokamalar markazida bo'ldi. Konferensiyada dunyoning 26 ta davlatidan 70 dan ziyod muftiylar, nufuzli islomshunos olimlar, Moturidiyshnos tadqiqotchilar, davlat va jamoat arboblari, diniy ma'rifiy soha vakillari ishtirok etib, ularning har biri Imom Moturidiy hazratlari hayoti va ijodiga oid yangiliklar bilan tanishtirdi. Mana shunday ulamolar yurtida bugun ulug' allomani hurmat qilib kelgan siz azizlarning qadamlaringizga hasanot, ajr azim bitsin. Alloh taolo har birlarimizni qalbimizdagi yaxshi niyatlarni ro'yobga chiqarsin. Butun olamda tinchlik, osoyishtalik, ofiyat bo'lsin. Konferensiya ishlariga esa Alloh taolodan muvaffaqiyatlar so'rab qolaman. Misr Arab Respublikasi vaqf ishlari vaziri bugungi tahlikali vaziyatda mo'tadillikni tiklashda Moturidiylik ta'limotini chuqur o'rganish muhim ekanligini aytdi. Nufuzli xalqaro konferensiyaga tashabbus ko'rsatib, islom ma'rifati va bag'rikenglik g'oyalarini qo'llab-quvvatlayotgani uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildiraman. Bugungi murakkab global vaziyatda Hazrat Imom Moturidiy merosini anglash va tatbiq etish jamiyatda aql, axloq va mo'tadillikni tiklashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Takfirchi g'oyalar va buzg'unchilik xatarlarini bartaraf etishda Moturidiylik ta'limotiga asoslangan yechimlar dolzarb va zamonaviy hayotimiz uchun juda muhim. Anqara universiteti dekani Moturidiy qoldirgan ilmiy meros aql va hikmat asosiga qurilganini aytmoqda. Turkiyalik olim ham 30 yildirki Moturidiy ta'limotini o'rganadi. Moturidiy ta'limoti 100 yillardan buyon islom ummatiga ziyo nurini sochib kelmoqda. Uning aql va naqlni muvozanatini saqlash borasidagi fikrlari, aqlni vahiy bilan ishlatish bobidagi metodologiyasi bugungi kun va kelgusi avlod uchun juda muhim. Konferensiyada men Moturidiyning aql va hikmat tushunchalari haqida gapiraman. Aqldan foydalanishning ham chegarasi bor degan tushuncha bor Moturidiy ta'limotida. Aqlga hikmat orqali erishiladi. Har bir inson yaratganning bu dunyo uchun yuborgan qonunlari, ya'ni Qur'on
Qur'oni Karim oyatlari bilan eng to'g'ri va haq yo'lni tanlaydi. Ulug' mutafakkir bobomizning Samarqanddagi yodgorlik majmuasini kengaytirish, yanada obod ziyoratgohga aylantirish, Imom Moturudiyning serqirra hayot yo'li va ilmiy merosi. Ushbu ta'limotning bugungi kundagi ahamiyatini yanada chuqurroq o'rganishga e'tibor qaratildi. Endilikda xalqaro tanlov ham e'lon qilinishi kutilmoqda. Xorijlik tadqiqotchilar o'rtasida Moturudiylik ta'limoti bo'yicha ilmiy tanlov o'tkazish, g'oliblar ishtirokida O'zbekistonda madaniy ma'rifiy uchrashuv va seminar treninglar tashkil etish belgilangan. Demak, bu qaror xorijlik tadqiqotchilar uchun ham albatta juda ham foydali bo'ladi. Xorijda ta'lim olayotgan, ya'ni islom ilmlarini o'rganayotgan, ayniqsa aqida ilmi bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar uchun bu albatta qiziq bo'ladi va ular uchun qiziqish uyg'otadi va uyg'otmoqda hozirgi kunda. Dunyoning turli burchaklarida muqaddas islom dini niqobi ostida yoshlar ongini buzayotgan radikal guruhlar harakati kuchayib borayotgan bugungi sharoitda islom dinining insonparvarlik g'oyalarini to'la ochib beradigan Imom Moturidiy ilmining mavqei oshib borayotgani xalqaro anjuman olimlari tomonidan e'tirof etildi. Mavron Nahrdagi O'rta Osiyodagi musulmonlarga suv, havo adamga qanday kerak bo'lsa, bugungi kunda bu Maturidiy aqidasi o'shanda kerak bo'lib turadi. Sebep degenda dunyo yuzida har qanday aqida jihatida aqimlar ko'payib ketdi, radikallar ko'payib ketdi. Mana o'shol sababli biz aqidamiz bekam bo'lishi uchun Maturidiyaning ilmine biz bugungi kunda muhtojmiz. Bugungi kunda O'zbekiston mamlakati rahbariyat tomonidan uyushtirilgan bu anjuman jekeli O'zbekiston uchun emas, balkim O'rta Osiyo xalqi uchun, O'rta Osiyo musulmonlari uchun bu o'ta bir ma'naviy bir konferensiya bo'lib жатқандықтан Anjuman yakunida Imom Moturidiy ilmiy merosi va Moturidiylik ta'limotini o'rganishni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha dunyo olimlarining taklif va tashabbuslari asosida yakuniy deklaratsiya qabul qilindi. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.